sim kartani 1 yillik yoki 6 oylik qilib qanaqa qilib saqlab qo'yish mumkin. Xo'p, demak ko'rib chiqamiz. Nomer kod orqali bo'layotgan bo'lsa, yulduzcha 145 panjarani tersak bo'ladi. Misol ko'rsatib beraman hozir. Yulduzcha 145 panjarani terasizlar. Mana bitta подключить turgan bo'ladi. O'shaning ustidan bitta bo'lsa, отправить ustidan bossalar, 6 oylik bo'layotgan bo'lsa, mana men bu yerda batafsil ma'lumot berib qo'ygan o'rtoqlar. Raqamni saqlab qolish xizmati bu Ucell'da 30 ming so'm to'lov qilasizlar. Hisobinglar faol holatda bo'lgan holatda adashib ketdim. Hisobinglar faol holatda uni ustiga plus 30 ming so'm to'lov qilasizlar. Misol uchun hozir tariflarda ishlayapti, puli bor sim kartalarni, uni ustiga yana 30 ming so'm to'lov qilib, yulduzcha 145 panjarani bosib подключить qilsak, boyagidek подключить qilsak, 6 oy sim karta ishlamaydi. Boshqa odam sizning nomeringizni ola olmaydi. Misol Rossiyaga ketayotgan bo'lishingiz mumkin yoki ikkinchi sim karta qilib ishlatayotgan bo'lishingiz mumkin. Короче, tushundinglar-ku nima demoqchiligimni. Agar 1 yillik qilmoqchi bo'lsanglar, bu yerda raqamni saqlab qolish xizmati turibdi. Bu yerda 50 ming so'm to'lov qilasizlar. Hisobingizga 50 ming so'm solasizlar mana. Solganinglardan xuddi o'sha sim kartalar aktiv holatda paytda 50 ming so'm to'lov qilasizlar. Raqamni saqlab qolish xizmati o'sha kodini terib, mana 145 panjarani terib bitta bosasizlar. O'sha bu yerda ma'lumotlar kelib chiqadi. O'sha 56 oylik tanlaysanmi, подключить birinchisini bosasizlar. Bosganinglardan so'ng 6 oylik tanlaysanmi, 1 yillik tanlaysanmi deydi. Siz o'shanda qaysi biri mos bo'lsa, o'shani tanlab bemalol saqlab qolish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Yoki kod termayman desanglar, mana shuni programmaga kirsanglar, mana Ucell programmasi. Xo'p, bu yerda xizmatlar menyusiga o'tamiz. Xizmatlar menyusiga o'tgandan so'ng, xo'p, tepada yoqilganlari barcha xizmatlar turadi. Barcha xizmatlar boshqa xizmatlarni yoqasizlar. Все, eng pastga tushasizlar. Va bu yoqda mana 30 ming so'mlik, 50 ming so'mlik shularning ustidan bitta bosib qo'ysanglar ham yonib ketadi o'rtoqlar. Ushbu video kimgadir foydali bo'lishi aniq, chunki hozir o'zimga juda ham kerak bo'lib turibdi. Har oy sim kartamga to'lov qilish, ikkinchi sim kartamga to'lov qilish yoqmayotgani uchun shu narsani hozir kompaniyaga telefon qilib bog'lanib shu narsani bilib oldim. Sizlarga ham bitta video qilib qo'yayotgandim. Xo'p, har oy to'lov qilmaysizlar, telegraminglarni postoyanli saqlab tursanglar bo'ladi, mana shunaqa qilib yoki o'sha nomerga o'chirilgan nimadirlarni. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, biladi. Uzr.